Avvalambor assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz o'nlikdan o'tib ko'paytirish. 3-masala. Tez yurar poyezd 1 soatda 124 km masofani bosib o'tdi. Poyezd shu tezlikda yursa, 4 soatdan keyin jami qancha masofani bosib o'tishini aniqlang deyapti. Bir soatda 124 kilometrni bosib o'tibdi. Shunday qilib 4 soatda necha kilometrni bosib o'tadi deyapti. X qo'yib qo'ydim, necha soatdaligini. Proporsiya qilamiz. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa x shaklida ko'paytiramiz. X barobar 124 ko'paytirilgan 4. Ustun shaklda ko'paytiramiz. X barobar 124 ko'paytirilgan 4. 4 kare 4 16 ni 6si bir yoqda, 4 kare 2 8 bir yoqdagi bilan 9. 4 kare 1 4. U 4 soatda 496 kilometrni bosib o'tar ekan. Beshinchi masala. 3 qismdan iborat bo'lgan AB 5 cm, BE 3 cm, EF 6 cm siniq chiziqning uzunligi 2 marta orttiring va millimetrlarda ifodalang deyapti. AB 5 cm, BE 3 cm va EF 6 cm. 6 cm. Buni 2 martadan ko'paytiring va millimetrga o'tkazing degan. 2 martadan ko'paytirsak 10 cm. Buni 2 marta ko'paytirsak 6 cm. EF ni 6 cm deki ko'paytirsak 12 cm. Santimetrdan millimetrga o'tkazish uchun 10 ga ko'paytirishimiz kerak. 10 ga ko'paytirsak, birinchisi 100 mm, ikkinchisi 60 mm, uchinchisi 120 mm. Uchinchisi Uyga berilgan topshiriqlardan 7-masala. 550 ayrilgan 330 qo'shilgan 190. 550 ayrilgan 330 qo'shilgan 190. Ustun shaklda qo'shamiz va ayiramiz. 550 ayrilgan 330 0 dan 0 ayirsak 0, 5 dan 3 ni ayirsak 2, 5 dan 3 ni ayirsak yana 2. 220 uchinchisiga qo'shamiz. 220 qo'shilgan 190. 0 ga 0 qo'shsak 0, 9 ga 2 ni qo'shsak 11 ni 1 yoqda, 2 ga 1 ni qo'shsak 3 bir yoqdagi bilan 4. 410 degan javob chiqar ekan. Ikkinchisi 436 ayrilgan 197 qo'shilgan 163. 436 ayrilgan 197 qo'shilgan 163.
3. Bunda qavs ichini birinchi ishlab olishimiz kerak. 197 qo'shilgan 163. 3 ga 7 ni qo'ysak 10 dan 0 bir yoqda, 9 ga 6 ni qo'ysak 15, bir yoqda bilan 16 ni 6si yana bir yoqda. 1 ga 1 ni qo'ysak 2, bir yoqda bilan 3. 360. Endi 436 ayrilgan 360. 6 dan 0 ayirsak 6. 3 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. 4 dan 1 qarz beramiz. 13 dan 6 ni ayirsak 7. 76 degan javob chiqyapti. Ikkinchisida. Uchinchisi 840 ayrilgan 470 qo'shilgan 260. 840 ayrilgan 470 ayrilgan 470 qo'shilgan 260 barobar. Ustun shaklda ayiramiz. 840 ayrilgan 470 0 dan 0 ayirsak 0. 4 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi. 8 dan 1 qarz beramiz. 14 dan 7 ni ayirsak 7. 8 da 18 qolmadi, endi 7 bo'lib qoldi. 7 dan 4 ni ayirsak 3. 370. Sakkizinchi masala. Fabrikada bir kunda 116 dona bolalar kiyimi va undan 6 marta ko'p kattalar kiyimi tikildi. Fabrikada bir kunda jami nechta kiyim tayyorlangan deyapti. Bir kunda 116 bolalar kiyimi tikilibdi, undan 6 marta ko'p kattalar kiyimi tikildi deyapti. 116 ko'paytirilgan 6. 6 marta ko'p deganligi uchun 6 ga ko'paytirib yuboryapman. 6 kara 6 36 ni 6si 3 yoqda, 6 kara 1 6, 3 yoqdagi bilan 9. 6 kara 1 6, ya'ni 696 ta kattalar kiyimi va bir kunda 116 ta kichkina bolalar kiyimi tikilibdi. Umumiy bir kunda nechta kiyim tikiladi deyapti. 696 qo'shilgan 116. 6 ga 6 ni qo'ysak 2, 9 ga 1 ni qo'ysak 10, bir yo'qdagi bilan 1. 6 ga 1 ni qo'ysak 7, bir yo'qdagi bilan 8. Bir kunda umumiy 812 dona kiyim tikilar ekan. Va shu bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi.